Assalomu alaykum avtosida obunachilar. Bugun navbatdan savdomiz Cobalt 14-yil avtomobil tarafida veteranlardan boshqa ham tayyor. Nexia bilan partiya bo'ldi. Nexia'ni 25 million so'm oldik, 22 million so'm bo'lsa beramiz naqd. Bu Cobalt 100 million so'm olib mamlakatga. Nasibisi mamlakatga yaxshi kunlarni izlay olmaysin. Kelaversa avtosida qarabdan vaqt partiyaga savdo etamiz. Mahmud aka ko'rsatib teshkirtirib oldingiz-ku, rozimisiz? Ha. Nu deysiz podpischilarga bir narsa deng. Ne diyeyim sen mega işlerine olmaz. Kaçaktan nasip etsinler mega. Kelaversinmi? Kelaversin şuna avtositiga. Hem yerda ko'rib keldingiz. Berunidan. Va Mahmud akaning Nexia'lari bor ekan. 25 million hisob olib 2010-yil 27 million so'm bo'lsa olib ketaverasizlar. Mana men yerda nesi bor? Ey bor. Uni chiqarasizlar. Bo'lgan tamom. Mashin chotki. Ne işleri 2010-yil ishlab chiqarim do'stlar. Prostoy kimga kerak bo'lsa rol gidara chiqar. Mana. Jorlar bu Matizning pulini berib o'tiramiz. Kelasa olsa ketasa, ozroq yetar etmasa qarashib ham turamiz. Mana shu avtositda turadi, avtositga kelaverasiz. Undan boshqa mashinamiz ham bor.